Amerikada dehqon bozor bormi? Bor bozor. Mana qaranglar, baqlajon ikkitasi $7. Mana karam deysizmi, baqlajon, bodring. Mana shunaqa yurib bozorda bunaqa qilib ichishga solib qo'yishadi, olib yeyverasiz. $7, $5. Mana bilmayman nima bu. Bunaqa qilib mana ichida qurut ham sotyapti shekilli. Qurutmi? Kamen mana asal deysizmi, asalni turlari. Mana yana bitta dehqon akam o'tiribdi, mana mashinasida olib kelgan bodring $5. Mana shu turishi $5. Mana squash, rediska, pomidorni kichkinalari, hammasi bor. Yegiskisi olamiz. Mana shaftolilar ham bor, tukli. Mana Michiganda o'zida o'sib nima bo'lgan $8 faqat. Shu turishi $8 bu, oling. Tayyor olib kelib sotishadi. Mana shunaqa bozorchalar bo'ladi. Mana pomidori, mana selifan, baqlajon deyaptilar. Mana baqlajon, eggplant deyiladi. Mana kattagina, chiroyligina $5 ekan xolos. Qalampirlar, qizil qalampir, ko'k qalampir, pomidor, mana bichi sersa rahmatli dadajonimning eng yaxshi ko'rgan pomidorisi bo'lgan bichi. Mana yerda asal sotadi. Ishqilib mana bozorga kelib, xohlagan tovarlaringizni olib kelib, shunaqa bozorda sotishingiz mumkin. Hatto sizga narsalaringizni ham. Endi mana yerda har xil deydi, madaniy, xudojniklar ham bor. Xullas mana shuna kelasiz, har bitta kichkina shaharchalarda shunaqa bozorlari bo'ladi Amerikada.